Bunisi 4D model. Nima qulayligi bor endi? Yana ham haliga zo'r ko'rinadimi endi? Xuddi shunaqa mana. O'zi ham qirrali bo'libdi-da. Qirrali bo'lib. Devorda u yoqdan bu yoqqa o'tganingizda ham sразу seziladi 4D'ligi. Lego so'qillarimiz. Bu ko'rishingiz dekorativniy bo'libdi. Dekorativniy. Dekoratsiyani xohlovchi akalar uchun yangilik mahsulotlarimiz. Nimaga aynan Gold Euro Fasaddan qolip sotib olish kerak? Ha. Xo'p, Gold Euro Fasadda kunlik qolip ishlab chiqarish. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz yana Andijonga Gold Euro Fasadda ofisiga yetib kelganmiz. Azizlar, bilasizlar, fasadni plita sohasida doim yangiliklarni Gold Euro Fasadda ko'rsatib o'tamiz. Yana bir ajoyib yangiliklar bo'lgan ekan. Bir nechta to'planib qolgan. Anchadan beri kelolmayotgan edik. Mana bugun vaqtilib keldik, xudo xolasa. Sayjon aka bilan birgalikda sizlarga yangiliklarni ko'rsatib beramiz aka, xudo xolasa. Fasadni plita aka. Yangiliklar endi raqobat bo'lgan sari oshaveradi. Oshaveradi, to'g'ri. Doim o'zingiz aytib o'tganingizdek, haligi fasadni plita sohasida birinchi bo'lib yangiliklar Gold Euro Fasadda bo'ladi. Gold Euro Fasadda bo'ladi inshaalloh. Birinchi yangiliklarimizdan biri fasadni plitani vazni hozirgi kunga kelib 1 kvadrati 12 kilogrammga yengilladi. Bu degani mahsulotimiz mana tarozi tortamiz, ko'rishingiz mumkin. 100 kvadratdan uje 1,5 tonnaga yaqin. 1,5 tonnaga yaqin vazni olib tashlandi degani. Ko'p haligi anaqalarga sabab bo'lgan edi, misol katta qurilish qilayotgan, misol uchun bu obyektlarda devor og'irlashib ketib qoladi deb turib yengil chiqaringlar degani uchun chiqargan. Shunaqa domcha akalarimizga, quruvchi akalarimizga mahsulotimizni tavsiya qilamiz. Vazni yengilladi. Hozirgi kunga kelib mana ko'rganimizdek bu 2 kilogramm 155 grammni tashkil qilyapti. Oldingi holatda bu mahsulotlarimiz 1 kilogramm 930 gramm tashkil qilgan. Qaysi 1 kilogrammga bitta donadan. Endi 1 kvadratdan 12 kilogramm. Shunaqa. 12 shtugi shu plitamiz 1 kvadrat degan aka. Xudo xolasa shunaqasi bo'ldi. Keyingi yangiligimiz. Keyingi yangiligimiz 4D modellarimiz yangilik chiqdi aka. 3D chiqqanida o'zi. 3D chiqqan edi mana. Bu yerda turibdi. Bunisi 4D model. Nima qulayligi bor endi? Yana ham haliga zo'r ko'rinadimi endi? Xuddi shunaqa mana. O'zi ham qirrali bo'libdi-da. Qirrali bo'lib. Devorda u yoqdan bu yoqqa o'tganingizda ham sразу seziladi 4D'ligi. Lekin bu yerda klassik modelimiz ham chiqdi. Xudo xolasa sotuvda bor hamma mahsulotlarimiz. Bu mahsulotlarimizni o'sha qoliplarimiz ham bor hozirgacha. Hammasini bu yengilligini endi misol uchun qilgan sizlardan qolib qolgan odamlarga o'rgatib qo'yasizlar. O'rgatib qo'yamiz hammasiga, xudo xolasa. Shogirdlarga bepul endi bu o'rgatib. Shunaqa o'zimiz olgan avval qolib qolgan mijozlarimizga o'rgatishligimiz besplatniy, kela olasizlar xudo xolasa. Keyin endi men ham ko'p joyda yuramiz. Sizlarga shogirdlarga ham video qildim. Ko'plarini ishlarini zo'r yuzagalarni ko'rdik. O'zingizlarda ham bordir endi misol uchun boshqa viloyatlarda ham. Hozirgi kun kelib Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonda biz shogirdlarimiz shu soha bo'yicha kerak bo'lsa bizdan ham o'tib ketishlarga hozirgi kun kelib. Ayni Andijonda ham sizlardan o'tib ketgan shogirdlar bor ekan. Bor. Shunaqa. Bizdan qanday endi o'tib baribir shogirdimiz hisoblanadi. Bizda baribir kunlik obyomimiz hozirgi kun kelib 300 kvadrat tashkil qilyapti. U degani bir kunda 300 kvadrat fasadni plita ishlab chiqaradi Gold Euro Fasad. Kimga shunaqa fasadni plitalar kerak bo'lsa, tez fursatda mahsulotlarni yetkazib beramiz, xudo xolasa. Endi haliga o'tib ketishga qanaqa? Baribir yordam berilgan, berasizlar. Xuddi shunaqa. Boshlang'ich bo'lganda, sizlar endi reklamaga ko'p pul tikasizlar. Aynan sotuv reklamaga bog'liq. Shunaqa. Ko'p pul tikasizlar, ulgurmay qolgan joylarga va yordam berish maqsadida shogirdlarga zakaz berasizlar. Xuddi shunaqa. Biz shogirdlarni o'zimiz ko'rib tekshiramiz, aka, masterlarimiz tomonidan o'rgatilinadi. O'rgatgandan keyin xuddi Gold Euro Fasadni sifatida chiqarib bera olgan klientlarga o'zimiz doimiy videolar qo'yib beramiz, savdosiga yordamlashamiz, chunki bizga butun O'zbekiston bo'ylab telefon bo'ladi. Mijozlarimizga beramiz, anaqalarimiz, hamkorlarimizga. Demak, fasadni plitani endi sifatini gapirib o'tishdi, hojat yo'q. 2 yil, 3 yildan beri video chiqarib hamma tushundi. Shunaqa. Nima aytib o'tishimiz kerak? Qulaylik. Qulaylik. Nimaga aynan Gold Euro Fasaddan qolip sotib olish kerak? Xo'p, Gold Euro Fasadda kunlik qolip ishlab chiqarish quvvati 60 kvadratga yaqin bir kunda. Bu degani normal kvadrat tashkil qiladi aka. Keyin bizga keladigan bo'lsa, bu yerda yotoq sharoitlarimiz bor, mijozlarimizga beriladi polniy. Masterlar tomonidan ish o'rgatiladi aka Gold Euro. Qancha vaqt ketyapti misol uchun o'rgatishga? Xo'p, 10 kundan 3 kundan 15 kungacha bo'lgan vaqtni biz beramiz. Agar undan o'rgan olmasa, yana 15 kun vaqt beramiz. Biz mijozning xohishiga qaraymiz, u bizga hamkorlik kelgan odamga ishni как положено 100% o'rgatib qo'yamiz, 0 dan 100 gacha. Xudo xolasa. Endi bu yerda mana ko'rsatdik, endi tashqari chiqgan o'zini ko'rsatib, tashqarida ham yangiliklarimiz. Tashqarida yangiliklarni ham ko'rsatib o'tamiz.
Endi tashqari tomonga chiqdik. Manzil Jahon bozoriga ketishdi. Qaysi ko'cha endi bu? Nayman ko'cha deyiladi. Ikkinchi vokzalni ko'chasi, eski ikkinchi andan deyiladi aka bu yerda. Jahon bozor bu tomonga ketdik. Jahon bozor 500 metr yetmasdan o'ng tarafda joylashgan. Bu yerga aka 4D modelimizdan qo'yib qo'ydik. Hali laklanmaganmi bu? Laklanmagan, hali pardoz berilmagan. Mana ustakalarimiz ishlayapti hali beri. Hali ish oxiriga yetmadi. Bu ishlarimiz ham xudo xolasa mijozlarimizga qulaylik maqsadida hammasi kelib, bemalol bitsa qanday holatga keladi. Bu qanaqa endi? Bularimiz usti mramorning, duxsvetning 3D modeliga qo'yilgan mahsulotimiz aka. Mramorni degani shumi endi? Mramorning deganini originali shu bo'ladi. Mana bu yerda kelsangiz sizga farqini ko'rsatib beraman aka. Hozirgi kunda bunday mahsulotlar mana bizda fasadniy plitani svetnoy hisoblanadi. Buni mramorniy deb sotishyapti, lekin bu mramorniy hisoblanmaydi, svetnoy hisoblanadi aka. 1 kvadrati gold yevro fasadda 100 ming so'm. Kelsa, xudo xolasa kamini qilib. Shuni narxi 100 ming so'mmi yo mramorniydimi? Shuni narxi 100 ming so'm. Mramorniy qancha? Mramorniyni 1 kvadrati 120 ming so'm. Ha, yana. Narxlari o'zgarmagan, 65 mingdan 120 ming so'mgacha 1 kvadrati. Shunaqa. Qanday? Bu yerda mana kombinirованный mahsulotimizni ham har xil ranglarda qo'yib qo'ydik. Mijozlar kelib ko'rishligi uchun. Menga Sokolda ham yangilik qildi dedingiz. Sokolda aka mana bu tarafda. Hali reklamamiz oxiriga yetmadi aka. Ming bor uzr. Lego sokollarimiz. Bu Ko'rishingiz dekorativniy bo'lib. Dekorativniy. Dekoratsiyani xohlovchi akalar uchun yangilik mahsulotlarimiz. Noodatiy haligi kafe, restoran qilmoqchi bo'lganlar murojaat qilisha oladi. Shu fasadni g'isht terib turib, orqasidan qarsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Suvoq bu narsa shart emas. Mana bu yerda biz zavodda eski devorning o'rniga shunday karkasni to'qiganmiz. Shuning ustidan mahsulot qotirib ketganmiz aka. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qiyin joy yo'q. Buni orasiga xohlasa utsipleniya qo'yib ketsa ham bo'ladi. Ko'ngillilarga utsipleniya bilan ham bitkizsa bo'laveradi biz. Aynan bu mahsulot trendga kirib ketgan sababi shuda. Misol eski devorni shunday haligi buzib tashlamasdan yoki bo'lmasam shilmasdan reka to'qiyib tamom. Xuddi shunaqa. Tez bo'ladi. Karkas to'qilib. Shuning evaziga bu narsa trendga kirib ketdi va qishda ham qildilar buni. Xuddi shunaqa. Bizda ham joriy qatirsa bo'ladi. Yilda istalgan faslda mahsulotlarimizni ustanovka qilsa bo'ladi. Tushunarli. Endi aka narxini qanchaga berasiz qoliplarda? Qoliplarimiz hozirgi kun kelib narxi o'zgarmadi bizda. 195 dollar. Narxidan sunnatga muvofiq chiroyli qilib tushib beramiz. Faqat siz nomingizdan kelsa, skidkalari bor, xudo xolasa aka. Tushunarli. 195 dollar o'sha sifatli o'zingiz ishlatadigan. Garantiyasi bor qoliplar. Biz qoliplarga garantiya beramiz. Yirtilib ketishiga, razmeri qochmashiga garantiya beramiz aka. Tushunarli. Bu yer akalar ombor ekan, ya'ni mahsulotlar chiqib shu yerga taxlanadi. Gold Euro fasada chiqqan mahsulotlar mana shu yerda turadi. Bu yerda upakovka bo'lib chiqib ketadi. Shuning uchun ozgina bardak. Endi bu korobkani qo'yib qo'yilgani bir-birini shilmasligi uchun. Shilmasligi uchun shunaqa. Pesani qo'yilgan. Bu tomondan ko'rsatib qo'yadi. Bu tomonda taraflarda ham bor. Eksplatimiz naryoqda ham bor. Bu mana 4D da haqiqiy mramornisi. Yo 4D emasmi bu? Yo'q, bu lazerniy variant. Bizga mramorniy qo'yilgan plitamiz aka. Mana bu yerda bo'lsa 4D mahsulotimizga qo'yilgan mramor. Orqasini ham ko'rsating-da, bu haqiqiy o'sha mramor. Qanaqa tosharlashib. 100% travertin toshdan tashkil topgan. Travertin toshda un va shakar razmerida ug'alangani bo'ladi, maydalangani shunaqadan tashkil topgan. Termotravertin chiqarishyapti, xuddi shuni mahsulotidan. Xudo xolasa.